6 oy ichida $15,000 yo'qotdim. Deyarli уже bo'lmagan. 1,5 ming atrof. O'zim Qirg'izistondan bo'laman. 15-20 dollar ishlay olmaydi. Muslim Doston akani Degandan beri 5,5 ming bo'ldi menimcha. Endi boshqa kurslari biror 18 gacha borib beradi. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Sizni Muslim akademiyasiga nima yetaklab keldi? 618 ga protsessi borish qiziq bo'ldi. O'shani polni boshdan o'rganishga keldim. Mani Muslim akademiyasiga yetaklab kelgan narsa shu sohada 2 yildan beri yuribman. Lekin stabil daromadga chiqa olmadim. Sababi boshida bitta kursga borganman, beginner nomini aytmayman. O'tda boshlang'ich bilimlarni berishdi, lekin yetarli bo'lmadi. Ingliz tilini bilganim hisobiga YouTube'lardan o'zim izlandim, o'rgandim. Lekin shu narsani tushunib yetdim. Baribir bitta ustoz kerak ekan bu sohada. Nimaga desangiz, ular bizdan oldin o'sha baland pastlarni ko'rib, yaxshi yomonni ko'rib, anaqa o'tgan bo'ladi dedi. Shuning uchun ustoz sifatida keldim-da. Yo'q, aynan nima uchun Muslim akademiyasi? Ularning natijalari. Signal kanallarni kuzatib borardim. Hafta davomida 2000 pipslarni bemalol o'shyaptilar-da. Tilda. Shunaqa. Demak, natija uchun siz Natija uchun keldim. natija uchun Muslim akademiyasini tanlagansiz. Yana qo'shimcha qilib aytib ketaman. Boshqa treyderlarni yomonlashmas, lekin ularda ochiq, ommaga ochiq aytib bera olmaydi yoki natijani ko'rsatib bera olmaydi. Bular real bozorda, o'sha xalq oldida onlayn savdo qilib, tashab, odamlarga ulashib, ishlab boryaptilar. Muslim akademiyasi kanalini anchadan beri kuzataman. Kuzatganimda ular Muslim aka to'g'ri chizib, bozorda chizib, kirish chiqish tochkalarini hammasini ko'rsatib, ya'ni aniqlik juda yuqori bo'lgani sababli qiziqish uyg'otib, shu sababli sşu kursga yozilganman. Sherigim yetaklab keldi. Hozirgi intervyu olgan bolasi. Bu bola bu yerda oldin o'qiganligi uchunmi yo Yo'q, oldin o'qimagan. U bularni ko'p kuzatgan ekan, tajribalariga ishonib mashqqa keldi. Unga qo'shilib keldim. Men birinchi darsimni boshlang'ich o'qiganman. Va ko'p pul yo'qotdim. Muslim akademiyasini, ayniqsa shu Muslim Alini nima olib borayotgan ishlarinda ham o'qish, ham signal masalasida odamlarga qiladigan to'g'ri qarorlarni. Keyin qaror qildim, Muslim akademiyasida prof kursi o'qishdi, pro kurs. Keldim, o'qidim. Men hozir 15 kun, 20 kuncha bo'lib qoldi o'qish boshlanganiga. Mana 20 kun o'qibsiz, demak bir 10 ta dars bo'lgan. Albatta. Va bitta savol beraman. Muslim akademiyasining boshqa o'quv markazlaridan farqi nimada deb o'ylaysiz? Farqi, men endi boshqa o'quv markazlarini yomonlash niyatim yo'q. Lekin to'g'risini aytishim kerak. Bilimni qizg'anmas ekan deb o'yladim. Bilim qizg'anmaydi. Sababi Telegram kanalidan ko'rib, haqiqatdan ham ishlaydigan strategiya borligini bilib keldim. Muslim akademiyasiga kelishimning sabab bozorda oldin bu yerga kelishim oldi bilaman deb o'ylardim. Faqat kirish chiqish tochkalarimda xatoliklar bor deb o'ylardim. Bu yerda kirish chiqish tochalari ideal deb o'rgatadi. Eshitgan uchun kelgandim. Bu yerga kelganimda o'zi tushunib yetdim. Men bozorda tushunaman deb o'ylaganim aslida tushunmasligim ekan. Prosta men trend yo'nalishini topa olar ekanman xolos. Lekin uni ichki strukturasi, ichki kanallari, mayda chuyda anaqa o'zlarining sir-sinoatlarini bilmagan ekanman. Bu yerga kelganimdan keyin o'sha bozorda yarki ko'rishni boshladim. Asosiy sabab, endi men boshdan tushuntiradigan bo'lsam, 2021-22 yillardan уже trading sohasida ko'rib kelayotganimda ko'pchilikda qaradim, yaxshi o'quv kurslari bo'lmaganligi uchun, to'g'risi aytaman, kuyib qoldim puldan ham, yaxshi bilim ola olmadim. Bularni gruppalarda to'g'risi aytadigan bo'lsam, har xil signallar, har xil tushuntiruvlar bo'lgani uchun, yaxshi tradingda qanaqadir понятие bo'lgani uchun to'g'riroq shu kursga o'qiy deb men o'z boshidan niyat qilib yurdim. Boshqalardan kuyib sal aniq xato qilib qo'ygandan keyin oxiri bu kursga yozildim. Yozilib yaxshi shu 2 hafta o'qib qoldim menimcha. Normalniy darslar o'rganib yaxshi bilim bo'lyapti. Ularni tanlashimga sabab, to'g'risini aytsam, birinchi signal kanallaridan tandim ularni. Oldin umuman tanimasdim.
bozordagi ularni o'sha aktiv harakatlari, keyin erishgan natijalari va o'zlariga bo'lgan ishonchni ko'rib, men o'sha 3-4 kun ularni ko'rib, bilib, ishonib keldim. Va keyin meni hozir kelganimizda o'zlari ham aytdilar, 4-5 ta darsdan keyin natijani ko'rasizlar dedilar. Xudoga shukr, hozir yaxshi natijalar bor. Plyusdaman. Asosiysi shu oldin men bozorni ko'rmasdim, ichki strukturalarni bilmasdim. Endi to'g'ri, men bu sohada yangiman, endi 6 oy bo'ldi. Masalan, razvorot olganda yoki proboy, atboy bo'lganda bo'ldi, umuman yo'nalishni o'zgartirdi deb bilardim. Lekin unaqa emas ekan. O'sha Fibonaccilar orqali narx qayerdan qayergacha borishlari, o'sha narsalarni ancha tushunib qoldim. Muslum akademiyani Telegram kanaliga qo'shilgan edim. Просто hamma ko'p gruppalarga qarab chiqqanman. Muslum akademiyada analizlar chista, yana analizlari bilan telinayotgan yo'q. Kanal yo'q. Keyin ham strategiyalarni yoshirmaydilar. Hamma narsa bor. Broker Killers degan kanallar bor. O'shandan ko'rib, keyin mana strategiyalarni o'zlari o'sha kun kelganman, birinchi kun suhbat bo'ldi, tushuntirib berdilar. Yoshiradigan narsa yo'q, bir xil kurslarga o'xshab. Oddiy narsalar o'rgatib, qolgan kerak narsalar o'rgatmay, chiqarayotgan narsasi yo'q ekan. Hamma narsani boricha o'rgat ekan. Birinchi darsdan ishlaydigan narsalar, 5 ta dars o'tgan bo'lsa, 5 ta darsga ham hamma narsa bozorga qo'llanayotgan narsalar o'rgat ekan. Sabab men o'zi oldin birinchi professional kursda o'qishdan oldin beginner kursdan ham cho'tda o'qiganman. Ustozlarning yaxshiligi, yaxshi o'rgatish, darslarni tushunarli darajada sodda tushuntirishi ham qilishayotgan mana shu rezultatlari sabab bo'lgan bu kelishimga. Fakt. Muslim Ali shu doston o'zi Telegram guruhda ko'rsatadi-yu. Все, что есть по факту, да, yechganini, qancha pul topganini shu motivatsiya bo'ldi bizga, shunga keldik. Qayerdan tashrif buyurgansizlar sizlar? Biz o'zim Qirg'izistondan bo'laman, Moskvada turamiz 5-6 yildan bericha. Moskvadan primoy Toshkentga uchib keldik. Aynan o'qish uchun. Aynan o'qish uchun. O'qitish uslubi, strategiyalari zo'r. Keyin foydaga olib chiqishiga garantiya beradi. Muslim Doston akani ko'pdan beri qarab yurdik. Instagramdan, Telegramdan signal gruppalarini qarab yurdik. Lekin bunday fakt bilan ko'rsatiladi-da. Masalan, ishlaganlarning ko'p treyderlar bor. Fakt bilan hech narsasini ko'rsata olmaydi. Bizda fakt bilan 100% ko'rsatib, aqcha chechganlarni ham ko'rsatib, shotni qancha aqcha olganini ko'rsatib, bunday realniyda o'shadan ko'rib biz ishni jam dunyosiga keldik, o'qiylik keldik. Bizda bunday talqinda söyledi debchi, znaniyalarla trening bo'yicha deb. 1.6-18, 1.18 deb keldik, o'rganyapmiz. Yaxshi, bor yaxshi. Sababi Muslim akademiyada shu Fibonacci bilan ishlanadi. O'shuning uchun shu sababli men keldim. Analizlari yaxshi. Aynan nimaga Fibonacci 1.38 legendariga qanday o'tsa shunda yurishim? Aynan nima siz sabab bo'ldi o'qishingizga? Kirish chiqish tochkalari shu aniq. Muslim akademiyada shuning uchun keldim. Bundan где-то bir 2 oy oldin Qarshi shahrida ish masalasi bo'yicha Muslim aka, Jasur aka bilan ko'rishdik. Keyin o'sha vaqtda Muslim aka so'radilar, tradingga qiziqish bormi, qanday o'qisangiz agar u bo'ldi. Shu vaqtda keyin menga qiziqish o'li bo'lgan edi trading bo'yicha. Nimaga? Sababi Qarshida ko'p kurslar ochilgan. Hammasiga pastda o'qib ko'rganmiz, hammasiga borib ko'rganmiz. Hech qaysi rezultat bo'lmagan. Men bu sohaga umuman kira olmaganman Qarshida yurgan vaqtim. Keyin bitta o'qib ko'ring, agar o'xshasa davom etib ketasiz, qiziqib ketsangiz deb aytdilar, Muslim aka taklif berdilar. Va hozir Toshkentga kelib, beginner kursini tugatib, hozir proga o'tganmiz. To'g'risi, o'zi blogerman men. Blogerlik izidan chiqib. Tavukka trade. Tushunarli bo'lyapti. Endi baribir yengillik olgandan keyin ozgina qiyinchilik bo'ladi, o'rganib o'zlashtirgan. Orada mentorlarimiz ham bor, baraka topsin. Shunga qolgan joylarimiz bo'lsa, kechasi 1-2 yozamiz, ko'rib, qarab yordam berishadi. Keyin hammasida tushunarli bo'ldi. Real bozorda ham ishlatib ko'ryapman, yaxshi natijalar olamiz. Hamma yoqda ham anaqa bir marta
nima desam bo'ladi masalan anaqada ko'p Yo'q, joyda o'ziga bor. qarang, masalan ko'p akademiyalarda o'sha odamni o'zi litsosi anaqa o'tmaydi dars. Bu yerda masalan Muslum akani o'zlari o'tib beryapti, Do'ston akani. O'sha birinchidan o'sha katta plyusi bor. Keyin shu dars paytida anaqa bir xillarda orada o'zlari ham ko'rsatib beradilar emas. Live trade deb qo'pol qo'ysam bo'ladi. Darslar mutlaqo to'liq tushunarli bo'lyapti. Mentorlar foydasi haqida gapiramiz. Agar biror narsani tushunmasak, ertasi kuni bo'lib o'tadigan praktika jarayonida mentorlar bizga batafsil yana tushuntiraveradi. Qilgan vazifalarimizni tekshirib, qayerda xato qilganimizni birga ko'rib chiqamiz. Shu sababli juda ustun plyus tarafi bor. O'tayotgan mavzular to'liq tushuntirilyaptimi sizga? Tushuntirilyapti. Hamma mavzular tushunarli bo'lishida mentorlar qanaqa foydasi tegyapti? Yaxshi yordam berishyapti. Aynan qanaqa? Tushuntirishyapti bizga. Asosan ustoz o'zi o'tib beryapti, faqat praktikada boshqa mentorlar qatnashyapti. Menimcha yaxshi hammasi. Aynan mentorlar nima foydasi tegyapti sizga? Mentorlar masalan darsda olgan bilimlarimizni ayrim savollar qolib ketadi baribir. Yoki u tushundim deb ketamizda uyga. Uyda qaytadan o'rganish natijasida savollar tug'iladi. Juda ko'p savollar tug'iladi. Ikkinchi kuni darsdan keyingi kun kelib praktikada mentorlardan so'rab bilib olamiz. Ular oddiy so'zlar bilan tushuntiradi-da. Darslar oson, juda qiyin emas, juda tushunarli. Darsda oson o'tishadi, hammaga tushunarli. Mentorlar ham yordam berishadi. Ammo muammo yo'q, muammo ko'rmadimmi? Misol uchun biz o'rgatilgan bilimlarni bozorda test qilib ko'ryapmiz. Mentorlarning bizga tegadigan yordami, misol uchun biz bitimga kirishimiz oldi o'zimiz analizimizni qilib, tochka entrylarimizni ko'rgandan keyin bir qator mentorlardan so'rab olyapmiz. Misol uchun endi baribir bizni ko'zdan qochirgan narsamiz bo'lishi mumkin. Bularni opit darajasida ulardan shu ma'lumot olyapmiz. Biz ko'rmay qolgan tochkalar bo'lsa, ular ko'rsatib berishyapti bizga xato kamchiliklarimizni. 100%, chunki oldin ham bu sohada kirganim uchun menga bu yengil emas. O'sha narsalarni hammasini birgalikda nima bo'ladi, mix qilib, aralashtirib, bundan hammasidan foydalanib, uni ishlatib ko'ryapmiz. Yaxshi bo'lyapti. Mentorlarni asosiy darsdan keyingi holatdagi sizga tegayotgan 3 ta eng zo'r foydasi va plyus taraflari yoki minus taraflari. 24 ga yetdi поддержка onlayn. Masalan, yana qanaqa? Aslida shu поддержка hisobga men olaman. Shu ularning foydasi menga. Bunaqa deb ayta olmayman. Shu qanaqa o'zimda savollar bo'lsa, shularni sirasi javob beraman, sirasi javob keladi. Darslar hammasi yaxshi, deyarli har kun kelamiz. O'sha bir kun dars bo'lsa, ikkinchi kun praktika bo'ladi. Mentorlar hammasi yordam berishadi. So'ramagan narsalarimiz yoki uyga borib ikkilangan narsalarimizni bemalol kelib, ertasi kuni so'rab olyapmiz. Hammasi yaxshi. Praktika jarayonlari qanaqa bo'lyapti? Praktika jarayonlarida o'sha mentorlar bilan birgalikda o'sha oldingi kun tushuntirilgan mavzu bo'yicha ishlaymiz. Uyda qilgan xatolarni to'g'irlayapmiz. Nimadir yangilik, kamchiliklar bo'lsa, o'shalarni to'g'irlayapmiz. Keyin yana bitta narsa so'ramoqchiman, bemalol ko'ring. Uyga vazifani, misol uchun boshida kimdir e'tiroz bildirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yoqda tushundik, 50 ta, 100 ta qilsak bo'ladi-ku, aynan shartmi 500 ta, 600 ta degan har xil bolalardan kelib tushgan har xil gaplar bo'ldi. Foydasi bor ekan, haqiqatan 400 ta, 500 tani. Misol uchun har ikkita yoki 3 ta o'quvchiga bittadan mentor biriktirilgan, uni effekti bormi? Shu haqida ham aytsangiz. Bu to'g'ri. Masalan, qancha odam ko'p qilgan sari o'sha ko'zi bozorni ko'rishni boshlaydi. O'ziga bo'lgan masalan ishonchi ham oshib boradi. Masalan, bitta o'rgangan strategiyangiz kamida 60, 70, o'sha 80% gacha ishlab bergan, ko'rganingizdan keyin o'zingiz amaliyotda buni nima deydi? O'zingiz guvohi bo'lasizda. 500 ta, 600 ta bu yaxshi. Masalan, biz ham o'zimiz ham ba'zida undan kamroq qildik, ko'proq ham qildik. Lekin meni nazarimda yanada ko'proq qilgan bu yaxshi. Ya'ni har bitta odamning o'ziga foyda. Qancha ko'proq qilsa, bu o'ziga foyda bo'lar ekan. O'sha backtest qilish, simulyatorda ishlash, bu hammasi o'sha o'rganayotgan odamning o'zining foydasiga. Bu hech qachon zarar bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'lmayapti, lekin uyga vazifalar juda ko'p. O'shanga yarasha lekin rezultat so'ra olayotganlar. 500 ta uyga vazifa bersalar, 500 ta nima edi? 500 tadan nechtasi to'g'ri chiqqan, nechtasi noto'g'ri chiqqan.
ham esiga qolib ketayotgan 500 ta qilgan odam. Darslar to'liq tushuntirilishi yaxshi. Ko'p asosan boshqa anaqalarda ham mentorlarni kuzatganman, boshqa o'quv kurslarida. Ular qiyin tushuntiradi. Misol odamga tushunarsiz tilda yo shu tradingni o'zini nima deydi? O'zini so'zlari bo'ladi-ku. Misol ko'p odam tushunmaydi o'sha narsalarni. Men o'zim ham tushunmasdim. Bu kelgandan keyin o'zlariga qaytadan yana tushuntirib, ko'rsatib, hamma narsani sodda qilib tushuntirishgan. Boshqa joyda ham o'qiganmisiz? Yo'q, boshqa joyda o'qimagan, ko'p kuzatganman YouTube'da anaqalarda. Tushunarli, xo'p. Aynan ko'plardan bizga norozilik tushadi uyga vazifalar borasida. Siz nima deysiz? Uyga vazifalar borasida yo'q, yaxshi. Navrot qancha ko'p bo'lgan yaxshi, shuncha bo'lsa shuncha yaxshi. Boshida o'zi bizga ham shu 500 tadan berishdi uyga vazifani. Birinchi biz ham norozi bo'ldik. Nimaga ko'p 300 ta qilaylik, shuni 200 ta qilaylik deb. Yo'q, keyin o'zi o'zimiz 200 ta 300 ta qilgandan keyin ko'z o'rganib qolar ekan u narsaga. Ko'z o'rganib ancha yaxshi bozorda savdo qilishga, analiz qilishga. Praktika jarayonlari qanaqa bo'ldi darslar? Praktika jarayonlari o'sha uyga vazifalarni tekshirishdi, qayerda qilingan xatolarni ko'rsatishdi. Har bitta odamdan tushundingizmi deb yana qaytadan so'rab, tushunmaganlarga yana boshidan tushuntirishdi. Mentorlar haqida fikringiz? Mentorlar haqida fikrim yaxshi. Nima foydasi tegyapti? Qaysi vaqtda sizni qo'llab-quvvatlashyapti, qaysi vaqtda javob berishmayapti? Har doim misol Telegramda uyda anaqada nimadir tushunmagan joyimda uyga vazifa qilayotganimda rasmga olib anaqadan Telegramdan yuborsam yo telefon qilsam qattiq xato qilayotganimni tushuntirishdi yani. Xullas, atsivchivist yaxshi mentorlarda. Biz hozircha 4 dars o'tdik. Hammasi zo'r ishlayapti bozorda. Shu 1.618 legenda garantiya olinyapti. С одним словом можно сказать, так все работает в практике. Полностью ishlayapti. Xo'p, uyga vazifalar bor-ku. Ko'plar norozi bo'ladi bizdan uyga vazifa ko'p deb. Shu haqida gapirsak. Uyga vazifaning qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Sababi birinchidan u bizga beradi ko'zimizga praktika o'tganlar, keyin qancha ko'p nagruza qilsak shuncha yaxshi bo'ladi. Mentorlar, uyga vazifalar hammasi 500 ta, 300 ta beriladi. Ertasi kuni kelganingizdan keyin uyga vazifalar обязательно tekshiriladi. Tushunmagan joylaringizni siz tushunganingizcha tushuntirib berishadi. Buni tushunmadim desangiz kechqurun soat 9 mi 8 mi tushuntirib berishadi. O'tayotgan sovuqlar bo'yicha sovuqlar yaxshi o'tadi. O'ta yaxshi yuqori dengayda tushuntirib o'tadi. Ustoz so'z tushuntirib o'tadi. Sovuq bo'yicha aytsam so'z yo'q. Minusda yo'q. Uni жетеженге жетib, bunday o'zi aytgan so'zni bunday dokazat etib berib o'tadi-da. 1.18 жетib berib o'tadi. So'zni javob berib o'tadi. Bozorda bunday o'g'ir narsa yo'qligini bunday dalillab o'tadi-da. Misol uchun bunday ishlaydilar, bo'ldi, все. Boshqalar o'rtib ular. Normal ishlab beradi, bo'ldi, все. Darslar yaxshi, mentorlar ham yaxshi, o'zini ishini ustasi. Hozir hammasi yaxshi. Xo'p, uyga beriladigan vazifalar haqida fikringiz qanaqa? Vazifalar ham yaxshi. 400 ta 500 tadan vazifalar qilamiz. O'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Shu strategiyalar ustida ishlayapmiz. Qiyin emas? Qiyinchiliklar bor, lekin harakat qilyapmiz. Xo'p, mana dars jarayonlarini amaliyoti bor. Amaliyotlar qanaqa ketadi? Amaliyotlar ham yaxshi, mentorlar bor, oldimizda ustimizda turishadi. Kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklar ustida ishlaymiz. Juda ham zo'r. Haqiqatdan ham boyagi 1.618 legenda deganlaricha bor ekan. Haqiqatdan 1.618 gacha borib beradi. Ba'zi prognoz 2.618 ga ham borib beradi. To'g'risi, men kelganimda juda ham xursandman, afsusda emasman. Ustozni bir iborasi bor. Ya'ni 5 ta dars va bozorni kalitini qo'lingizga topshiraman degan. Mana endi sizga savolimiz shunday iboratki, 5 ta dars ham o'tildi. Oldin bozorni qanaqa ko'rardingiz, hozir bozorni qanaqa ko'ryapsiz? Haqiqatan bozorni kalitini ustoz qo'lingizga tutqizdimi? Rost bu gap. Hali real daromadga chiqib ketdim deya olmayman, lekin bozorni ko'rishim oldingiga nisbatan ancha yaxshi. Bozor qaysi tomonga ketyapti, ichki strukturasi, qachon nazorat beradi. Bularni hammasini ko'rsatib isbotlab berdi ustoz. Aynan nimalarda muammolar bor edi va nimalarga yechim topdingiz? Bu yerda o'sha
Aytdim-ku, bozorni tushunaman deb o'ylaganman. Lekin bu yerga kelganda rostdan tushunib yetdim. Bozor ichki strukturasi, bozor yo'nalishi, razvorotlari, точка entrilari hammasini bu yerga kelganda tushunib yetdim. Hozir akademiyani tugatganimda bilimlarimni mustahkamlab olish uchun kamida bir oy yana yoki 2 hafta test rejimida o'taman. O'rgangan strategiyalarimni o'zimning xarakteristikamga, psixologiyamga moslashtirish uchun qayta test qilaman. Bitta strategiyamga erishgandan keyin buyog'iga stabil daromadga chiqib keta olaman deb o'ylab turibman. Qarang. Hozir mana shu akademiyada olgan bilimlaringiz bozorda sinab ko'rdingizmi? Sinab ko'raman. Ishlab endi buni yanada mustahkamlash uchun ko'proq buni ustida praksiya qilib, yana ko'proq bozorda sinab ko'rish kerak. Shunday, o'zimning psixologiyamga, o'zimning xarakteristikamga moslashtirishga chiqish nuqtalari aniqmi? Aniq. Aniq. Silayapti, bor beryapti. Даже dalifga qilinadigan, qo'shib boriladigan joylari ham aniq. Hali 5 ta darsda ichida bozorda ko'rgan narsalaringizni. Shunaqa. Bozor pulni ko'ryapman. Qo'pol qo'yayotgandim. Oldin qanaqa edi? Oldin masalan kirish chiqishni bilmas edim, qo'pol qo'yayotgandim. Noto'g'ri entry, noto'g'ri exit bo'lardi. Muslim akademiyasini top sizga yoqadigan taraflari 3 ta aytib bering bizga. Doston akani o'zlari o't berishlari o'sha polni anchadan o'zi kuzatib kelaman. Keyin mentorlar, o'zi mentorlarni bilmasdim, keyin o'zi tanishdim 3-4 ta akalar bilan. Ular bilan ham polni protsessi o'zi meni ular polni anaqa qarasa, polni поддержка qilishyapti. Masalan, live trade'da o'sha 3-chi u live trade bo'layotgani qiziq bo'lyapti. Siz mana pro trader sifatida tradingga qiziqadiganlar uchun, umuman o'qimoqchi bo'lganlar uchun nima deysiz? O'zligisini sinab ko'rishsin, o'qishsin. Bu yerda pul просто o'qimasdan signal bo'yicha ishlab, pulni sliv qilgandan ko'ra o'zligisi o'qib ketganligisi yaxshi. Siz mana 5 ta darsda ham o'tdingiz. O'rgangan strategiyalaringiz bozorda qo'llayapsizmi? Praktika jarayoni qanaqa bo'lyapti? Praktika jarayoni o'rganishdamiz, izlanishdamiz. Yolg'on bo'lmasa, mana ro'za oyida turibmiz. Kechani o'zida 180 ga yaqin pul tushadim-da. Soat 9 da o'tirdim, 12 da tugatdim kech payt. Natija yaxshi, yomon emas. Bozor bemalol ko'ryapman, savdo qila olaman. Oldingi qo'rquv ham yo'q. Misol uchun, ko'pchilik treyderlar tilladan qo'rqadi-da ishlashga. Savdo qilish qo'rqadi, sabab ko'p stop yo'q qo'yamiz-da tillada. Bu asosan tillaga qaratilgan bo'lib, vнимание fokus hozir bemalol ishlay olaman tillada. Bir oy oldingi Rustam trader bilan hozirgi Rustamning nima farqi bor? Oldingi Rustamga nisbatan qo'rquv yo'q, bozorga bo'lgan, o'zimiz o'rgatishgan strategiyaga bo'lgan ishonchim katta. Hozirgi vaqtda kuniga qancha topyapsiz? Hozirgi vaqtda kuniga $100 depozit bilan riskka amal qilgan holda 15-20 dollar ishlayapman-da, stabil. Kunlik. Kunlik, ha. Sababi oldin qanaqa edi? Oldin stabil daromad yo'q edi. Depozit tashirdik, 1-2 kun yurardik, keyin oqardik. Mana 5 ta dars bo'lib o'tdi va 5 ta darsda bozor qiyin emasligi oydinlashdi. Juda ham shu 5 ta darsda strategiyalarda bozor ko'rishimiz ancha osonlashdi va biz o'zimiz qiyinlashtirib o'rgan ekanmiz va bergan strategiyalari har bir vaziyatda ishlab beryapti. Vaziyat bozor qaysi tomonga ketayotganini aniqlashtirib olamiz. Praktika jarayonlari haqida fikringiz? Praktika jarayoni juda ham ajoyib. Siz bir kun dars bo'lgandan keyin ertasi kuni bu praktika jarayonida mustahkamlaysiz olgan bilimlaringizni, tushunmagan savollaringiz bo'lsa, ularni so'raysiz mentorlardan yoki ustozlardan. Ancha tushunarli bo'lib qoldi. Men o'ylashim bo'yicha o'zimni shu paytgacha bo'lgan bilimim bilan faqatgina grafikdan switch axtarardim-da. Yapon shamlari bilan ko'zim ketib qolardi faqat. Boshqa narsani ko'rmasdim. O'rganganmiz, mana formatsiyalar bor. Qo'shaloq formatsiyalar, alohida adimbar yoki bo'lmasa shunga o'xshash 2 ta shamdan iborat, 3 ta shamdan iborat formatsiyalarga ko'z ketib qolardi yapon shamlari bilan. Hozir bu o'qishdan keyin grafikni boley bir boshqacha nima bilan ko'ryapmiz. Grafik patternlarni masalan ko'rishga nima qilyapmiz, imkoniyat yaratildi. Trendlarni ko'rish, bitim ochish, boshqa nimalar bo'yicha. Keyin ayniqsa men eng bir afzallik tomoni Fibonacci'ni
mukammal ishlatishni o'rgandim. Fibonacci instrumentini. Hozirda real bozorda savdo qilasiz, to'g'rimi? Albatta. Oldingi ishlash tarzingiz bilan hozirgi ishlash tarzingiz qanaqa o'zgardi va daromadlar yoki yo'qotishlar har bitta tilida yo'qotadi baribir. Eng endi yolg'on bo'lmasin, eng bitta plyus tomoni yo'qotishda to'xtadi. Shu paytgacha faqat pul yo'qotgan bo'lsam, endi yo'qotishda to'xtadi. Endi kam-kam foydaga chiqdik. 6 oy ichida $15,000 yo'qotdim. Lekin mana shu 10 kun, 15 kun ichida yo'qotishda to'xtadi. Plyusga уже o'tishni boshladim. Nima deb o'ylaysiz? Muslum akademiyasida to'liq o'qib bitirib, shu zararlarni yopib keta olasizmi? Albatta, men o'qishga kelishdan oldin o'zimga qaror qilgandim. Muslum akademiyasida o'qiyman, yana boshqa o'quv kurslarida o'qiyman deb o'ylagandim-da, 2-3 joyda o'qiyman deb o'ylagandim. Hozir bu o'qish jarayonini ko'rib, endi o'qish niyatim yo'q boshqa joyda. Menimcha umrim oxirigacha yetadi mana shu bilim. Faqat sog'liq. O'rganamiz qo'shimcha yana biron nima yangiliklar chiqsa-yu, lekin boshqa joyda o'qish niyatim yo'q. Oson ko'ryapman. Juda Nimalarda oson. o'zgarish bo'ldi? Haqiqatdan ham nima deydi, bozorda kaliti bor ekanda. Sizda oldin nimalarda muammo bo'lgan va bu yerda nimalarga yechim topdingiz? Muammo kirish chiqish, bozorda o'sha haqiqatdan nima bo'layotganini bilishga qiynalardim. Mana shularni hammasini yechim topdim. Muslum akademiyasida olgan bilimlaringizdan ertaga kelajakda foyda qilishingizga ko'zingiz yetyaptimi? Albatta. Maqsadlar qanaqa kelajakda? Maqsad endi hammaning orzu havas bo'ladi hayotda, o'shalarga erishish nasib qilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Muslum akademiya shunga zamin, sharoit yaratib bera oladimi sizga? Yaratib berdi ham. Bozor birdaniga masalan uptrendga yoki downtrendga ketsa, bo'ldi, shunaqa o'zgardi deb o'ylar ekanman, lekin u aslida o'sha ichki strukturalarni men umuman bilmasdim masalan. O'sha Fibonacci orqali asosan narx qayerdan qayergacha o'sha korreksiya berayotganini tushunib yetdim. Mana shu meni asosiy kamchiligim edi. Endi nima deydi? Men bu sohada kam bo'lganim uchun ham keyinchalik mana o'sha 5-6 oy shu narsalarni endi tushunib o'rgandim. O'sha fikr. Menda eng katta muammo psixologik tarafdan edi. Kirish chiqish tochkam edi. Risk kontrol qilish, shu kun depozitimni risk kontrol qila olmasdim. Misol kuniga $500, $300 tashladimmi, o'shani bir kunda silib qo'yardim. Depozitimni kontrol qila olmasdan, risk katta olardim. Hozir o'sha narsada ancha foyda bo'ldi. Risk kontrolda, psixologik tarafdan kirish chiqish tochkalar. Umumiy Muslum akademiyasi, Muslum Ali hamda mentorlar haqida fikringiz? Fikrim yaxshi, salbiy fikr yo'q. Bir marta bizda anaqa bo'ldi, ustoz Muslum aka o'zlari kira olmaganlarida, o'sha dars gruppalar ko'pligidan bizning gruppadagilar endi hamma anaqa bo'ldi. Muslum aka o'zlari o'tmaylarmi, hozir mentorlar qanaqa tushuntirib berishadi, va o'zlaridek tushuntirib bera oladimi degan fikr bo'ldi, anaqa bo'ldi. Endi gaplashildi. Yo'q, mana Jasur aka bilan uyga kirishdi. Sodda zo'r tushuntirib berishdi. Hammaga tushunarli bo'ldi mavzu. Kelishimdan oldin kirish chiqish tochkalarini aniqlamasida ko'p minus qilib qo'yardi. Hozir kirishda ham chiqishda ham hamma tochkalar bilan 5 ta dars bozorda qiyinchilik yo'q isbotlandi. Ustoz bir iborasi bor, 5 ta dars va bozorda qiyinchilik yo'qligini bildiradi. Siz mana 5 darsdan oldin sizda qanaqa muammolar bor edi, hozir qanaqa muammolaringizga yechim topdingiz? Men Muslum akademiyasiga kelgunga chayin ko'p narsani bilmay keldim. Hozir Muslum akademiyasiga keldik. O'sha 4-chi dars o'tdik. Ko'p o'zgarish bor-da, еще jilish bor oldida. 50-60-70% уже men уже menga hozir kichik praktika kerak bo'ladi. Praktika bo'lsa-da уже o'zlashtirib ketamiz bu yerni. Atak bozor joyida четко informatsiya berdi. Qiyinchilik yo'q narsa ekanini aytib dokazat etdi-da. Siz o'zingiz haqiqatda sinab ko'rdingizmi shu qiyinchilik yo'qligini? O'zim dag'i misol uchun bizga praktika berib o'tadi uyga. Uydagi o'sha praktika bo'yicha ishlab, o'zingiz risk bilan ishlab, o'shanda nima bo'layotganini o'zingiz bunday ishda dag'i nima paydo bo'ladida. Uverенность. Aynan mentorlar haqida fikringiz? Mentorlar haqida, mentorlarda so'z yo'q. Qo'ldan kelishincha kelib yurib o'tadi, aka keling, nimani tushunmay turasiz, ayting bizga, biz qolgan vaqtda keling, tushuntirib beramiz deb aytib o'tadi. So'ning mentorlar yaxshi ishlayapti. Xo'p, aynan Muslum akademiyasi, Muslum Ali haqida fikringiz? Iyilik только.
денсаулықта болсын, игілік, елге жардам тиіп жатады, үшінші адамға жардам беріп, үшінші адамды өніктіріп, өстіргенге әрекет қылып жатады. Молодец, Құдай Алла разы болсын. 5 ta darsda men уже bozorni ko'ryapman. Oldingiga qaraganda ancha o'zgarish bo'ldi menda. Tradingda eng katta yo'qotgan sumangiz? 11 mingdan ko'p. 11 mingdan ko'p. Hozirda daromad bo'lyapti mana o'qishdan beri. Bo'lyapti, oz-oz hozir riskka amal qilib, oz-oz bo'lyapti. Tushunarli. Umumiy ustozlar, mentorlar hamda Muslim Ali haqida fikringiz? Mentorlar hammasi yaxshi, o'zini ishini ustasi. Muslim Ali тоже o'zini ishini ustasi, fikrim yaxshi, hammasi zo'r. Kirish chiqish tochkasi bilmasdik. Hozir darsdan keyin o'zi bilamiz cho'tka qaysi yerga kirib, qaysi yerga chiqib ketishni. Shu ishlab beryapti yaxshi. Kirish chiqish tochkasi tamomlan. To'g'ri. Xo'p, mentorlar haqida fikringiz? Mentorlar haqida fikrim yaxshi. Juda zo'r yordam qilishyapti. Tushunmagan hamma savolga atib berishyapti. Bilmagan ahvolda so'rasam, postoyanno atib berishadi. Aytay, qanaqa desam, zo'r hammasi. Ishlar o'tilgan strategiya hammasi ishlayapti. Hammasi plus zamoni live trade bo'ladi, shu yaxshilar. Sразу mentor bilan yo ustozning o'zi bilan live trade primoy praktika bo'ladi. Shu tomon yaxshi bo'lishyapti. Mani fikrim hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar, aytilgan hamma strategiya va o'tilgan hamma darslar praktikada ishlayapti. Kelaman degan yangi boshlang'ich treyderlarga ham продвинуться qilaman degan hammasiga tavsiya qilaman. Zo'r ishlab beryapti hammasi.